Assalomu alaykum, Milliy Katellar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakatutga yetib kelganmiz. Yakatutli Santexnik Xolmurod usta davolasa bizdan bu yilgi sezonda ancha katyol olib qo'yib yubordi. Hozir bunkerli katyol o'rnatgan ekan, shuni ustanobga qilgan joyida katyol yonish jarayoni yo'limiz tushib qoldi. Kelib bitta video qilib obunachilarga ko'rsatamiz degan holatda keldik. Mana katyolimizga sizlar ko'rib turgandek suluxda ko'mirni hokasini yoqishyapti ekan akalarimiz. Mana suluxda ko'mirda hokasini yoqishyapti, xuddi shunaqa. Hozir akalarimiz bu katyolni 70 gradusga qo'yishyapti. Mana hozir 63 gradusga katyol olib chiqdi. Katyolimizni yonish holati mana juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Aka necha kvadrat ob'yom bor? 145 kvadratli ob'yomga xuddi shu katyolni qo'yilgan. Katyolimiz 25 kilovatli 250 kvadratli xonadonlarni qizdirish uchun bemalol quvvat yetadi. Bunkeriga 135 kilo atrofida ko'mir oladi. O'zini miyalari hamma yo'g'i komplektida bor. Mana двойной reduktor hamda 130 vatli original ventilyatori. Katyolimiz bugungi holat sanasiga katyolimiz narxi $1350, O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga dastavkasi ichida. Xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz, videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada xuddi shunaqa ko'mirli katyol tarif qiynalib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Telefonni Telegramdan lokatsiya so'zini yozsiz, lokatsiyasini tashlab beramiz. Xohlasangiz qanaqa katyol narxi qiziq, kommentariyada yozinglar, sizlarga javob berishga harakat qilib, xohlasa katyol yetkazib berib, ishlayni bitkazib beramiz. Videoga yana bir like bosamiz.